terma jamoalarimizni mahalliy murabbiylar boshqarish kerak deb o'ylayman. Keyin qarang, hozirning baxt qushi ochilib turganligi, baxt qushi boshiga qo'nib turgan. Hech kim bironta rahbarlardan bironta odam chiqib aynan qanaqadir vazifa qo'ymadi terma jamoa. Shunaqa vazifa qo'ymasa ekansizlar, nima kerak edi bizga bunaqa dunyoning hozir 48 ta jamoa ichida 6-mi 4-chi o'rinda ekan maosh hisobi. 5-chi, ha. 5-chi o'rinda. Bizga kerakmi? Bizga kerakmi shu? O'zimizni qora ko'z ham xuddi shu natija. Natija kerak bo'lmasa. Hatto o'zi ham aytdi, ko'p narsa kutmanglar deb Kannavalni o'zi. Endi qanaqadir hech bo'lmasa vazifa yuklatish kerak-da. Yo'q, sen guruhdan chiqasan deyish kerak. 3-o'rinni olasan deb. Ishoning, masalan, 48 ta jamoaning ichida deyarli bir 8 tasimi hech qanaqa va'da bermadi, shulardan bittasi biz. Na bironta futbolchimiz nima bo'pti Ronaldo, nima bo'pti Luis Diasing deyapti. Endi birinchisida jamoalar yo'q, shunaqa endi baribir PR uchun ham gapirdi. Kimdir gapirib qo'yish kerak edi-yu, deydi. Hech kim hech narsa demayapti-da. Jalol gapirardi shunaqa gaplarni. Hech kim hech narsa demayapti. Shu taraflar xavotir oldirtiryapti. Bu ikkinchi, Cannavaro ikkinchi katta xavotirlardan bittasi. Uchinchisi futbolchilarimizning sport formasi va o'yin amaliyoti. Afsuski bizning o'sha Eron chempionati vakillarimizda hech qanaqa o'yin amaliyoti yo'q. Yarim yillik. Hech qanaqa o'yin